Bugun biz Andijonning eng mashhur tandirchilarini oldiga keldik. Talyanshiga kelsak, og'irligi katta bo'lmagan qo'zi qo'shqonlar bu joyi asosiy fishkasi. Chunki go'shtli yumshoq va suvli bo'lishi aynan shunga bog'liq. Qo'y go'shtli bo'lakligi bo'linib, guli-guliga qilib ajratilgandan keyin eng muhim jarayon boshlanadi. Ya'ni ziravor berish. Ziravorlar kashni churug'i, paprika, tuz va archa ezmasidan tashkil topgan. Eng qiziq joyi go'shtlar ziravorlangandan keyin 12 soatga olib qo'yilar ekan. Shunda yanada mazali chiqadi deyshti. Mana kerakli vaqtdan o'tdi. Endi go'shtlar maxsus temirlikka ilinib, yaxshilab sim yordamida qotirilar ekan. Bu orada tandirga o'tin tashab, yaxshilab qizdirish boshlandi. Olov kerakli haroratga yetgandan keyin birin-ketin go'shtlarimizni tandirga solib, ustidan kattakon qozon yopishar ekan. Endi yaxshilab dimlanish uchun chetlari loy yordamida bekitilishi kerak. Shu zaylda naqd 1 soat va 5 daqiqa turgandan keyin ustlari qizarib yumshoqina bo'lib chiqdi. Ranglari ham tinu. Bu joy Andijonda joylashgan. Aniq lokatsiyani Telegram kanalimizda qoldirdim. Mazasiz kelsangiz juda ham ajoyib. Yurishganda bir yeb ko'ring. Somsa bilan shashlikni tepasida yegan bo'lishingiz mumkin, lekin aniq tandir go'shti emas.